Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan birga Manchester do'stlar, xo'sh do'stlar, bugungi video sizlar bilan birga biza sayyoralar, ya'ni Kube orollari degan joyga sayohat qilyapmiz. Men do'stlar Minecraftga ham qaytib oldik. Sekin do'stlar, endi mana qaytib olib, sekin o'ynashni boshlaymiz do'stlar. Endi mana hozir do'stlar biza mana sandiqdagi narsalarni birinchi bo'lib olishimiz kerak ekan do'stlar. Okey, birinchi bo'p oldi. Endi sekin do'stlar daraxtlarni boltamiz bor, boltada bemalol ko'lashib bo'ladi-da do'stlar. O'zingizlarda nima gap do'stlar? Charchamayapsizlarmi? Hammasi yaxshimi do'stlar? Hammani yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz do'stlar. Yangi yil yaxshi kutib olib, qilishinglar mumkin. Do'stlar, bu video ham 31-dekabr kuni olib, sirrazu joylanyapti YouTube'ga do'stlar. O'shaning uchun shuncha mehnat uchun do'stlar like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana do'stlar, menimcha shu oxirgi yilgi video va do'stlar 2026-yilda bizda do'stlar 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta bo'lib ko'payib ketishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Shunaqa qilishimiz kerak. Do'stlar, hozir biza verstaga solishimiz kerak. Xullas bolalar, hozir biza endi qilishimiz kerak. Verstaga ochamiz. Men bu taxtalarni qo'yib, sekin 3 ta qo'yamiz. Do'stlar, qarochi video qisqa bo'lishi mumkin, to'g'ri tushunasizlar do'stlar. Tez olib qo'yamiz, chunki vaqt ham yo'q do'stlar, bilasizlar. O'zi 31-dekabr ko'pchilikda vaqt bo'lmaydi, lekin sizlar obunachilar uchun vaqt topib, ozgincha o'ynab do'stlar qo'yamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p, hozir Verstag qildik, bo'ldi, tamom. Endi sekin pastga tushib ozgincha resurslar yig'amiz-da. Xo'p, bundoq qilib sekin resurslar yig'ib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Okey. Xo'p do'stlar, nima gap? Charchamayapsizlarmi o'zingizlar do'stlar? Kommentariyaga do'stlar nima? Do'stlar, oxirgi videoni ko'rdinglarmi do'stlar? Prosmotr yo'q. Nima degani bu do'stlar? Sizlar ko'rasizlarmi? Prosmotr do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yish kerak-da, albatta do'stlar. Shuncha mehnat ketyapti. Shuncha mana montaj do'stlar. O'sha videoni ham bir oxirgi videoni qarasanglar bir sifatli-da. Oldingi videolarni, bir yil oldingi videolarni ko'ringlar do'stlar. Ovoz past, ugu do'stlar. Mana sekin YouTube'ga ham normalniy qilib qo'yamiz-da. Do'stlar ham podishka qilishinglar kerak-da do'stlar. Do'stlar, mana shu Minecraftda video chiqsa kerak do'stlar. Roblox Minecraft aralash video chiqarib turamiz-da. Shunaqa bo'lib turadi hozircha. Normalniy do'stlar. Xo'p, endi biza men bilan ko'lashda davom etamiz. Okey. Hozir bizada yana do'stlar orollar bor bu yerda. Menimcha domi ham chiqmasa kerak do'stlar. Mana shu bo'lsa kerak do'stlar-da. Keyingi kartalarda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Keyingi videoda misol uchun yangi yil kartasi, shunaqa kartalarda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Sizlar kommentariy yozsanglar bo'ldi. Boshqa kartalarda ham bemalol o'ynab videolar chiqarishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta, u muammo bo'lmaydi. Bemalol chiqaramiz do'stlar. Sizlarda podishka bo'lsa bo'ldi. Bizda muammo yo'q. Shunaqa gaplar. Xo'p, yana qilaveramiz do'stlar. Bizga nechta kerak ekan? Koloringlish hozirchalik normalniy. Hozir ko'lab turaveramiz. Ko'ramiz hozir. Normalniy menimcha ko'lab turibmiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p, do'stlar, keyingi yildagi maqsadlarni aytib o'taman. Xo'p, bizada keyingi yilgi maqsadimiz do'stlar, hozir menimcha adashmasam keyingi maqsad Minecraft server ochamiz do'stlar. Kodda hamma kirib o'ynash mumkin bo'lgan. Sekin stream ham qilamiz do'stlar. Stream qilmasak bo'lmayapti. Stream qilishimiz kerak bo'ladi albatta do'stlar. Xo'p. Okey, endi biza hozir nimadir yasab olsak bo'ladimi? Nima deysizlar? Okey, ko'ramiz. Xo'p. Do'stlar, hozir ko'ramiz. Nima qilamiz? Okey.
Xullas bolalar man короче aniqotdim nima deydi? Kartada nimalar bor ekan deb xullas qidiryotgandim. Короче do'stlar eshitma yo'q ekan. Прикиньте, bu yerda bolalar qanaqasi eshitma bo'lmaydi короче. Xullas do'stlar, bilmadim, hozir men o'ynamaganman, nomi shunaqa edi, короче bor do'stlar, qidirish kerak. Hozir men buni bitta ani qilsak bo'ladimikin, bola nima deyishlar? Hozir bitta ko'la olsak, ko'lasa kerak. Okey do'stlar, bu qo'lda ko'laydimi yoki yo'qmi? Boltada qilib ko'ramiz. Boltada yo'q, bo'lmaydi короче do'stlar. Xo'p, hozir men bitta tozalab olaylik. Vallahi короче ko'ramizda hozir. Osmon ham hali quyosh bo'lib yotibdi. Okey. Hop, boltada sekin lopatkada sekin tozalab olamiz. Нормальный. Hozir do'stlar, uncha qiziqarli bo'lmayapti, нормальный do'stlar video. Okey. Hozir tozalab olib, nimadir qilib turamizda, короче, nimadir yasab, nimadir qilamiz. Hozir video davomida ko'rasizlar. Hozir bitta ko'ringlar-chi. Okey, короче, hozir men bu loyiha olib, qayerdir qo'yishim kerak. Okey. Xullas do'stlar, mana bularni yoqqa qo'yamiz. Qayerdir parkur nimadirlar qilmoqchiman-da, короче, yoki yo'lmi ko'ramiz. Okey, hop, biz hozir mana bunaqa narsalar qilib chiqdik. Shunaqa lopatka bilan shunaqa narsalar qilib chiqamiz-da bolalar, короче. Cho'ta video unchalik qiziq bo'lmayapti, qilib chiqamiz do'stlar, нормальный. Cho'tka deb o'ylayman do'stlar. Okey. Hop, bizda daraxt ham ekib yubordik nariyoqqa. Endi yashaydigan joy qilish kerak-da, mana shu do'stlar, dagani ishlar. Hop, hamma joy mana shunaqa qilib chiqqim kelyapti, нормальный-da. Okey. Hop, buyoqqa tushib ketdik, tezroq chiqamiz zavoddan. Okey. Hop, do'stlar, men parkur qurmoqchi bo'ldim, bo'lmaygan, короче. Okey. Do'stlar, video ham menimcha yakuniga yetsa bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bundan keyin ham juda qiziqarli videolar chiqadi, ya'ni keyingi yil 2026-yilda do'stlar. Hammani yangi yil bayrami bilan tabriklab qolamiz. Videoga like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.